Bag'dod tumani Guliston MFI'da joylashgan markaziy shifoxona binosini qurish obyektida navbatdagi nazorat tadbirlari o'tkazildi. Nazorat tadbirlarida quyidagi kamchiliklar aniqlandi. Shifoxona binosi pol qismiga montaj qilingan mramor qoplamasi choklari to'liq maxsus qorishma yordamida to'ldirib chiqilmagan hamda binoga montaj qilingan MDF eshik va PVH romlar maxsus anker boltlar bilan qotirilmaganligi aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan qurilish ishtirokchilariga majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi.